Bolaligimda bog'chadan har doim bitlab kelardim. Onamni urib tozalab yana jo'natardilar, baribir bitlab kelaverardim. Siz ham joningizga tep ketdimi mana shu qumursqalar? Nima qilishga hayronmisiz? Bolalaringiz maktab bog'chadan bitlab kelaverishi уже charchatdimi sizni? Men sizlarga atigi 10 ming so'mga bitta retsept ko'rsataman. Dorixonalardan emas, Zoo aptekadan olasizlar. Bars nomli kuchuklar uchun qo'llanma bor. Agar bolangiz 3 yoshgacha bitlab ketgan bo'lsa, mushukchaligini ham olsangiz bo'ladi. Buning ichida bittagina ampulasi yetarli, o'zi 3 ta chiqadi. Agar sochingiz juda qalin bo'lsa, 3 ta olsangiz ham bo'ladi. Chiqishlarim qitishib ketdi, bit haqida gapirganimizga. Mana bunaqa ampula bo'ladi. Qalpakini sindiramiz, bolamizni boshini yaxshilab yuvib tozalab olib, farq ochgan holda tomizib qo'limizda ishqalaymiz. Ehtiyot bo'ling, ko'ziga tomizib yubormang. Ko'zdan ehtiyot qilish kerak. Yaxshilab ishqalavoramiz, 3 kundan keyin boshni yuvib tashlasa bo'ladi. Hidsiz, arzon va samarali vosita. 1 yilgacha qaytib bit yuqmaydi.